Qarshi shahrini Qoq markazidan uy olaman degan mijozlarimizga markani shunday yonginasidan bitta uyimiz chiqib qoldi. Yevro remontli uyimiz. Videoni oxirigacha ko'ramiz. Videomiz yoqsa, oxirida like yemaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Unda ko'ramiz uyni. O'zlaringiz ko'rib baho berasizlar. Bu kirish prixoyishkamiz bo'ladi. Uyimiz 2 xonali uyimiz 3 xonaga aylantirilgan. Ko'rishlaringiz mumkin. Polностью remontdan chiqqan, yangi zamonaviy usulda remont qilingan. Bu mehmonxonasi hisoblanadi. Ko'rishlaringiz mumkin, pardalari, gilamlari bir-biriga moslashtirilgan. Yuvinish xonalari sanuzeli отдельно bo'ladi, ko'rishlaringiz mumkin. Sanuzeli. Bu yuvinish xonalari. Keyingi xonamiz oshxonamiz bo'lgan. Oshxonamizni balkonga chiqarilgan. Bu 3 xona sifatida foydalansa bo'ladi. Bu balkonimiz hisoblanadi, ko'rishlaringiz mumkin. Balkonimizga oshxonasi chiqarilgan. Hamma sharoitlari bor. Gazimiz bor, vitishkamiz bor. Isitish tizimlari mana, sovuq konturli kotlonlari bor. Keyingi xonamiz bu spalniyamiz bo'ladi. Do'stlar, ko'rishlaringiz mumkin. Uyimizning umumiy maydoni 60 kvadrat metrni o'z ichiga oladi. Do'stlar, narxiga keladigan bo'lsak, narxi $43,000 deb baholab qo'ydik. Batafsil ma'lumot olish uchun pastda srochni nomerlarni qoldiramiz. Srochni bog'lanib bosib oladigan joyi, bunaqa imkoniyat har doim ham bo'lavermaydi.